Asilbek. Yarim kecha chiqay demay berga 6,5 soatdan beri kutib o'tiribman. Nima degan gap bu? Gorvada kanallarga qarayapsiz-ya. Hojatxonaga chedimda bo'maga qolmay qolgan ekan. Nima qilding keyin? Salgina kutdim, olib kelib berishdi. Aniq olib kelib berishdimi? Ha, nima qilyapsan ertalabdan o'zi eshigim tagiga tinchim buzib. Sani tinching bo'lganmi? Bundan oldin ham mana u balla bilan dalaga chiqib bizlar. Bepayon bo'shliqqa. Mavsum ekan-ku hozir. Ha. Borasanmi? Bo'ldi, boramiz, qachon? Sani boramiz deganingga ishonch yo'qda, problema qilasan, xotinim qo'ymadi deb. Men bilaman-ki. Mani buviga aytgan degan bo'ladi. Men xo'jayinman, men erkakman. Sal shubha bor shu gapingga. Xo'jayinligimgami? Yo, erkakman deganingga. Bo'ldi, qo'y. Ana u 1 soatdan keyin ko'rishamiz mana yerga. Tayyor bo'lib turgan. Ha, bo'ldi, men kiyimlarimni yechtiravering. Bo'pti, qara. Asilbek, hali ham tayyor bo'lmadim. Nima qilib o'tiribsan bu yoqqa? Tayyorman, shunday narsalarimni olaman, chiqaman, xotinim qo'yman. Nima deysan? Shunday kiyim-kechalarimni olaman, chiqaman, xotinim qo'yman. Hamma jim bo'lsin-da, bitta jim bo'lib olinglar-da. Ali aka, siz ham jim bo'ling-da, iltimos. Nima deysan? Xotinim qo'yman. Yo, men senga aytdim, sani dastingdan bir joyga bor bo'lammi, yo'qmi? Bir xotindan ham so'ra olmasang, qanday erkaksan sen? Qo'yish uchun hamma narsani qildim. Mahalladan birinchi guruh nogironligiga spravka ham olib keldim. Sani har kunlik turishingki, yolg'onlaringni boshqa aytasan. Mana senga havasim keladi. Narsalarini yig'ishtirib, tayyor bo'lib kelib o'tiribsan. Endi o'zing borib kelavermansiz. Yoshingni qara-da, bir xotindan so'ra olmasang, uyingga joy bormi yo'qmi? Ha, nima? Shu xotinimga balla bilan dam olishga chiqamiz dedim, qo'ymadi, hayday yubordi. O'shanga joy bo'lsa dedim. Mani o'yim gassinsanmi? Ko'tar narsalaring, chiq yo'q bu. Bir safar nima qilmay, bo'ladi-da. Bo'ldi, mana chiqdim uydan. Asilbek, qayerga ketyapsan? Og'aylarim bilan o'tirish bor edi. Nima deysiz menga? Mani magazinga olib borib kelmaysanmi? Oladigan narsalarim bor edi. Qachongacha men sizni olib yurishim kerak? Kutib turibdi og'aylarim. O'zingiz borib keling. Sandan ham, mandan ham, undan ham, bundan ham, sandan ham, mandan ham. Aka, siz o'sha payt do'konga olib chiqib kelsam bo'lar ekan. Mani bahona qilma, o'zing yuvmay chiqqansan. Aka, endi bizdan kim so'radi?